o'g'illari bilan, nevaralari bilan ana shu yerda ko'milganlar, ana shu yerda qabrlari, ana shu yerga ziyoratga keldim. Mana shu orqamda mana shu joy, mana vaqtida Ibrohim alayhissalom mana shu joyda 400 serebroga sotib olgan ekanlar. Mana shu joyda hozir kirib ichkariga ziyorat qilib hammasini ko'rsatib beraman. Maksimalni поделиться like bo'lsanglar, ko'p bizni xalqimiz ko'rsin ana shu rolikda. Mana hozir azon ham aytilyapti ham bu yoqda. Men Xevron shahrida mana. Bu lekin bu taraf hozir yahudiylar taraf. Bu qabr ikki tarafga bo'lingan. Yarmi musulmonlarga, Falastin tarafga, yarmi yahudiylarga. Hozir men yahudiy taraflardan kirdim. Kelinglar. Do'stlar, kirishda qaranglar. Bu yahudiylar tarafi. Bu masjid ikkiga qabr ikkiga bo'lingan. Bu taraf masjid musulmonlarki, bu yahudiylarki. Hozir men u tarafga ham kiraman, harakat qilaman kirishga. Kirgandan men Yaqub alayhissalom, Ibrohim alayhissalomni nevaralari, mana bu qabrlari mana. Mana shu qabrlari bo'ladi. Yaqub alayhissalom qabrlari mana. Bu yahudiylar tarafidan kirdim men, yahudiylar tarafidan. Yuringlar dальше. Endi ana qilmaysizlar, yopish kerak boshda. Shuning uchun do'ppim ham yo'q. Mana bu yoqda yozilmagan. Hozir bu dальше u taraf musulmonlardiki, mana yopilgan darvoza. Shunday ma'lum, men o'taman, harakat qilaman. Ikkiga bo'lingan. Bu yoq hozir yahudiylardiki. Mana qaranglar. Ibrohim alayhissalom qabrlari mana bu yoqda. Mana shu qabrlari bo'ladi. Makka katta o'g'illari bilan. Katta o'g'illari lekin o'sha yerda Makkada ko'milganlar. Qabrlari o'sha yerda. Qaranglar, ichkari. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqasi bo'lmagan hali. Hech kim O'zbekistonda hali bunaqa video obzor qilmagan. Mana bu yerda mana kirishda yana bitta xona. Mana qaranglar. Qaranglar. Arabcha, arab tilida yozilgan. Men bu tarafdan ham ko'rsataman hozir sizlarga. Orqa tarafdan ham mana Ibrohim. Mana shu qabrlari bo'ladi. Bu вообще men juda ham hayajonli, lekin bunaqa qancha uringanman bu yoqqa kirishga. Keyin qaranglar, Ibrohim alayhissalomni ayollari Sara onamiz yonlardi mana bu tarafda. Bu tarafda Ibrohim alayhissalom qabrlari, bu tarafda Sara ona. Mana. Sara ona qabrlari. Bu yoq arabcha yozilgan, qaranglar. Lekin bu taraf yahudiylarga qaraydi. Yahudiylarga qaraydi. Eshikni qaranglar kattaligini. Necha asrlar bo'lgani bu yoqlarda. Bu yoqqa kelish o'zi anavda. Tak, dальше. Bu yoqdan chiqdik, mana Ibrohim alayhissalomni qabrlaridan. Endi o'g'illarini ko'rsataman. Kichkina ana Sara onam bilan o'g'illari bor, bitta o'g'illari o'shani. Hozir ko'rsataman qabrini. Yaqub, mana Yaqub alayhissalom. Yaqub alayhissalom yo'qda. Iliya, ayollari Iliya mana. Ayollari Iliya. Mana qabrlari. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana. Shunaqa reshotka qilingan, hammasi qulf. Ibrohim alayhissalom, men o'qidimki 200 yil yashagan ekan. 200 yil. 200 yil yashaganlar.
musulmonlar tarafi qulf. Qaranglar. Bu ham musulmonlar tarafi bu taraf. Sham yo'q ekan. Tarafda esa Ishoq alayhissalom, Ibrohim alayhissalomni kichkina o'g'li